Realning ikki futbolchisi uchun mavsum yakunlandi. Real Madrid klubining ikki muhim o'yinchisi Arda Güler va Eder Militao son mushaklaridagi jarohat tufayli mavsum yakuniga qadar safdan chiqdi. Klub tibbiy shtabi har ikki o'yinchi yaqin haftalarda maydonga tusha olmasligiga sabab bo'ladigan mushak jarohatidan aziyat chekayotganini tasdiqladi. Braziliyalik markaziy himoyachida o'tkazilgan tibbiy tekshiruvlar natijasida uning chap oyog'i son mushagida jarohat aniqlangan. Alvaro Arbeloaning himoya chizig'ida asosiy figuraga aylangan Militao endilikda tiklanish jarayonini boshlashi kerak. Uning qaytishi har kungi muolajalar va o'zgarishlarga bog'liq bo'ladi. Turkiyalik yosh iqtidor ham shunga o'xshash holatni boshdan kechirmoqda. Tibbiy hisobot uning o'ng oyog'ida aynan shunday muammo, son mushagi jarohati borligini ko'rsatmoqda. Garchi klub futbolchilarining qancha vaqt safdan chiqqanini ko'rsatmagan bo'lsa-da, bu turdagi jarohatlar odatda bir necha hafta tiklanish davrini talab qiladi. Diario AS nashri xabariga ko'ra, har ikki futbolchi uchun mavsum yakunlandi. Ularning tiklanish muddati eng qisqa bo'lgan taqdirda Real Madridning mavsum oxiridagi so'nggi ikki o'yini Sevilla va Atletico Bilbao'ga qarshi bahslar uchun maydonga qaytishi mumkin.